tana mukammal ishlashini desangiz, sog'lig'im yaxshi bo'lishini desangiz, demak tanani ishlatish kerak. Jismiy harakat kerak. Nimasi bilan hozir suhbat qilib turibman. Hali 50 ga kirmadim. Ertaga 49 ga to'laman. 50 dan 60 gacha bizani oldimizda nima ssenariylar turibdi? Shu tavsiyalarni bering unda. Hali endi u меня всё впереди deydi-yu. Mana bunday gap. İnsonni bosh miyasini rivoji, insonni jismoniy rivoji, insonni ruhiy rivoji uchala holatda ham intilishda, harakatda bo'ladi. Tanaga siz aytsangizda, "Men charchadim, men dam olaman" desangizda, bir kursigami, divangami o'tirib qolsangiz, siz u dam olish jarayoni bu sizni sog'lig'ingizni orqaga tortadi. Degradatsiya. Ya'ni tana mukammal ishlashini desangiz, sog'lig'im yaxshi bo'lishini desangiz, demak tanani ishlatish kerak. Jismiy harakat kerak. Birlamchi. Siz mutlaq uyda o'tiraydi, dam olay haligi demasligingiz kerak. Har doim faoliyatda, ya'ni harakatda, intilishda. Sportda, ya'ni Hasan aka. Bu mana jismni qoningiz yaxshi aylanadi. Biz o'shancha aytamizda, dehqon odam, qarang, bu sog'lig'i qanday yaxshi, chunki yoki tog'da yashovchilarni sog'lig'i qanday yaxshi deymiz. Chunki uni harakatda deb u. 70 yoshda ham harakatda, bobo dehqon, 80 yoshda ham harakatda. Bu birinchi. Ikkinchisi, bosh miyani ham faoliyati. Bosh miya ishlagan sari u ham xuddi mushakdagi gap. Muskuldagi mushakdagi gap. Ishlagan sari yana ham ishlab ketadi. Qay darajada inson nimasini, miyasini, bosh miyasini ishlatsa, masalan, shaxmat o'ynaydi. Masalan, u chet til o'rganadi yoki murakkab buxgalteriya hisob-kitobini qiladi yoki masalan olim. Ya'ni bosh miyani faol ushlash kerak. Bosh miyani men charchadim, men ishlamasin, harakat qilmasin, bu boshimni qotirma demaslik kerak. Qaytanga bosh miya, hali yana qaytaraman, xuddi nagruska berish kerak. Muskulday gap. Bu muskul ishlatganingiz sari ishlayveradi. Atrofiratsiya qilish kerak. O'sha sabab mana biz bilamiz, katta olimlarimiz, professorlar, akademiklar hammasi ulug' yoshda bo'lishadi. 70, 80, 85, 90 yoshda ham haligi tetik teran fikr, tetik harakat qilib yuraveradi. Chunki u kishini, u insonni bosh miyasi tinmasdan faoliyatda ishlash kerak. Ishlaydi. Ana biz tanani to'g'rilab oldik, biz bosh miyani to'g'rilab oldik, bosh miyaga yana qo'shimcha yana tanaga narsalarni aytish mumkin. Va uchinchisi haligi ruhiyat. Men bu ishni bajarishim kerak. Men bu ishni qilishim kerak. Men bu vazifani bajarishim kerak degan reja.